Assalamu alaykum. Karvan Sadası programısının aziz mühteremleri. Kemine Dilnur'dan hemmanlarga otluq salam. Bugün biz hayat ve icadet yolda tolumu müşkül. Judun çapqınlıq günlerini beşinin keçirgen bolsumu, haqiqiy sanat ve haqiqiy edebiyat üçün yol açqıcı. Hem yazğıcı süpütüde icadet sepiga nurgulgan izbasarlarını terbiyeligen, az bolsumu saz bolgan, ataqlıq yazğıcımız dramaturg Zunun Qadirning hayoti bilan tunishib chiqaylik. Hozirgi zamon Uyg'ur adabiyatining peshqadam vakillarining biri bo'lgan talantli yozuvchi va dramaturg Zunun Qadiri. Zunun Qadiri 1912-yili vatanimizning Tarbag'atay viloyati Do'lbirjin noyisida kambag'al oilada dunyoga kelgan. U 4 yoshga kirganda ailesi G'o'lji shahrining O'rda mahallasiga ko'chib kelgan. U 5 yoshga kirganda mehribon onasi olamdan o'tdi. Go'dak Zunun Qadirining onasiz kunlari intayin jafo mushaqqat ichida o'tgan. U 7 yoshga kirganda dadasi uni diniy maktabga o'qishga bergan edi. Keyin G'o'ljida ochilgan yangicha maktabda xat savodini chiqargan. U 13 yoshga kirganda dadasimi olamdan o'tgan. Kichigidanla ziyrak o'tkir Zunun Qadiri 24 yoshlarga kirganda, ya'ni 1936-yili G'o'ljida ochilgan o'qituvchilarni tarbiyalash kursiga kirib, o'qish bitirgandan keyin G'o'lji shahri Baytulloh boshlang'ich maktabida bir mezgil o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Hamda yanami ko'proq bilim olish yo'lida izlanib, Urumchiga berib Toshkentga o'qishga chiqadigan yoshlar sepiga kirib, o'qish fursatini izlagan bo'lsa-mu, Jallod Shingsayning chet elga chiqib o'qishni to'xtatib qo'yishi sababli Urumchida to'liq o'ttirida o'qigan. 1937-yili o'qish bitirib, G'o'lji shahridagi yetim bolalar maktabi, Xayriya maktabida, Oyxon ona maktabi deb atalgan maktabda o'qituvchi bo'lgan. 1939-yili Urumchidagi o'lkalik yeziglik texnikumida yana 1 yil o'qib, keyingi yili siyosiy vaziyat va yangi o'zgarishlar tufaylidan o'qishni davomlashtira olmagan. 1941-yildan boshlab G'o'lji shahri Uyg'ur uyushma qaramog'idagi teatr o'migida artist, rejissor, dekorator, svetchik, adabiyot bo'limining mudiri bo'lib ishlab, eli teatrining rivojlanishi uchun yo'l ochishda muhim rol o'ynagan. 1944-yili boshlangan milliy ozodlik inqilobi jarayonida Ozod Sharqiy Turkiston gazetida muxbir, Bayanday ofitserlar maktabida o'qituvchi, 7 viloyatdan G'o'ljiga qaytib kelgan yoshlar uchun Kangsayda ochilgan maktabda o'qituvchi, Ahmadjon Qosimi o'zi bevosita rahbarligida qurilgan Tinchlik va xalqchilikni himoya qilish ittifoqining organ gazeti Olg'i gazetida va ittifoq jurnalida muharrirlik qatorli xizmatlarda bo'lgan. Bayandaydagi harbiy maktabda o'qituvchilik qilayotgan mezgilda Ahmadjon Qosimi o'zi bevosita taklif qilib, vaqtliq hukumat mezgilida qayta tashkillangan teatr o'mikiga mudirlikqa tayinlagan. Kichik P.L. bu ustoz ijodiyat bo'limining mas'ulligini ishlashni tanlagan va tirishib ishlagan. Shu kunlardagi ishtiyoq bilan harmay talmay berilib ishlashidan yaqinlari uni Zunun oshiq deb chaqirishidigan bo'lgan. Demak, bu talantli tirishchan ustoz milliy inqilob jarayonida muarif, nashriyatchilik, teatrchilik qatorliq sohalarda o'z rolini yaxshi joriy qildirgan edi. Zunun Qadiri 1937-yildan boshlab adabiy ijodiyatga kirishgan. Jaholatning jafosi nomli tunji dramasini
Ürümçide ilim ilish fursatini kutib yurgan kunlarida Eli Hamrayev, Jilanov, Abduqodir Zunun qatorliqlar bilan birga o'zlari barliq tayyorliqlarni qilib sahnaga elib chiqqan. Çimen namlıq tunji poemasini 1937 yıllardaki Shingsayning ilg'orliq chumпардisini yirtib tashlab, muarif nazoratining nozirlari qatorliq ilg'or ziyolilarni kayni-kaynidan xoin deb qo'lga elayotgan jaholat yillarida o'z qo'li bilan yirtib tashlashga majbur bo'lgan. Zunun Qadirining G'o'lji teatrchilik harakati to'g'risida qisqacha xotirada bayon qilinishicha, 1934-yildan 1949-yilgacha bo'lgan 15 yil mobaynida jaholatning jafosi, g'ayrib sanam, nozigum, Farhod Shirin, Arshin Mal Alan, Layli Majnun, G'uncham qatorliq drama, komediya va opera bo'lib 70-80 ga yaqin asri ili sahnalarida o'ynalgan edi. 1946-yili yozgan Küçükki hujum, 1948-yili yozgan Shafqat hamshirisi qatorliq asarlari 20-asrning 50 va 60-yillardagi O'rta maktab Uyg'ur adabiyot darsligiga kirgizilgan. Ijodkor uchun eng bebaho boylik uning vaqti va fursati edi. Zunun Qadiri o'zi qo'lim endi qalamga kelganda Kaj palak orzu armonlarimga yetkazmadi degandek 1963-yildan boshlab uning hayoti va ijodiyati yo'llarida Judun chapqunliq kunlar boshlandi. U oilasi bilan Oqsu Koni shahardagi yoshlar maydoniga surgun qilindi. Qo'lidan qalami tortib olibla qolmay, inson qilipidan chiqqan xo'rliqlarga uchradi. Beshiga ushluq kanay shaklli qog'oz bo'k kiydirilib, yuz bo'yinlarini sir bilan sirlab, kurash qilganda qon aralash oqqan sir ko'zlariga kirib ketib, bir ko'zini ko'rmas qilib qo'ygan edi. Yuziga urilgan mushtin ikki tishi tushib ketdi. U uyida cho'shqa beqishga majburlanib, cho'shqalar bilan birga yetib qopdi. Jismoniy va ruhiy alamlar uni va ayoli Zulayxoni va judak farzandlarini chidg'usiz azoblarga soldi. Lekin elni so'ygan bu talant egisini elmi so'ydi. Asarlardan ruhi oziq olganlar uni cheksiz hurmatlasa, savodi yo'q dehqonlarmi uni Alloh avatgan Xizr o'rnida ko'rdi. Oddiy xalqning yo'shurun hestashligi yordami aslidanmi xushxo'y, oq ko'ngil, ko'ksi kang Zunun Qadiriga ruhiy madad bo'lib turdi. Xuddi ayoli Zulayxa bilan mungdashganda mening boylig'im umid degan yurak so'zi uningga hamroh bo'ldi. Ani shu odamning ishongisi, asligisi kelmaydigan mudihish kunlarda fazilatlik, aqlliq, mehribon va g'ayratlik ayoli Zulayxa hadimi xatarli qiyotoshlarni, chunqur hanglarni tang besib, tang yengib, madad bo'lib vafodor ayol melodiyasini yaratdi. 1980-yillari u uzundan beri umid qilib kelgan kunlar oxiri yetib keldi. Uni 17 yil qattiq sovugan rahimsiz taqdirning sirliq va azobliq tragediyasi oyoqlashdi. Olmalar pishay debdi, shox shixida may bo'lib, yar bizdan yomonlabdi, bulut to'sqan oy bo'lib. 80 yillar burun ijod qilingan bu naqsha hali ham ayol, qeri yosh san'atkorlar, havaskorlar, dardman zo'xmallarning mung'lunib aytadigan
Söyüp tanışaydigan naqsı bolup xalqimizga oddiy ammo hurmatlik bir ustozni davrdan davrga unutildirmay eslatib kelmoqda. Uyg'ur hozirgi zamon adabiyotining asoschilaridan biri bo'lgan ataqliq yozuvchi, dramaturg Zunun Qadiri bizga ko'plagan nodir asarlarni qoldirib ketdi. Cümleden G'uncham drammasi dramma ijodiyatining xos uslubiga ega bo'lgan va badiiy muvaffaqiyatiga erishgan asar sifatida Uyg'ur drammachiligida oldingi qatorga qo'yilishga tamoman haqlidir. Zunun Qadirining bu asari sahnalashtirilgandan keyin xalqimizning qimmatli asari bo'lib qoldi. Bo'libmi bu drammaning naqshlari bizga mo'l badiiy zavq va ma'naviy kuch-quvvat ato qildi. 1985-yili 8-oyda Xotan Qarqash nahiyasida echilgan bir qitimliq adabiyot san'atchilar yig'inida G'uncham naqsini voyaga yetkazib etgan artistning Qizil olmani ishki qo'llab Zunun Qodiriga sunishidek oliy ehtiromi ustozning G'uncham drammasidan hardig'ini chiqardi. Lekin ustoz heliqi qabohatli yillardan keyin ko'p narsa yozolmadi. Chunki u 1948-yili o'zi yozgan Mag'dur ketganda asaridagi Boqi bo'vaydek Mag'duridan ketgan edi. 1936-yili o'quvchi ilmiy maktab boshlang'ich maktabda vaqtida adabiyot qiziqib qolganim uchun birinchi asarim Jaholatning jafosi degan dramani yozgan. Shularda 5 kun. Shundan keyin men 40 yillarda G'uncham Gülnisa degan dramalar bilan adabiyot sifatiga kirgan. Benim aslında drama kızıkıp aval asanının dramı var. Çünkü vaxtlarda Şeyh Kaş Bahadır Ketken'de İmamlık o jüğüne yakın hikaye yazdı. Şimdiki mesel ve çocuklar yazdı. Ben neyim nasıl? Bunun edebiyatı kızıkanlığı için neyim nasıl? Bunun edebiyat işimizde birinci kıtım. Yol üstlerlikçi sahada mesafka yazılarda edebiyat sahasında işlere gidiyor. Belki vaxtlarda üzerine salameti yaşlanmağı için yaxşı eserlerini dizip çıkar, niyet göstermek. Ama yakın zamandan beri üzerine biz ülken yollarını hatırlayan eserinin başlayan onun birinci kitabı çıktı. Hazır ikinci kitabı üstünde işlemedi. Şimdiki benim buraya yazgan meselelerin esasında ve halk çöçeklerine tahtı tutup yazgan çöçeklerini bir kitap tutup yazdı. Hazır benim hikayeler toplumu, dramalar toplumu, çöçek meseleler toplumu, hatırlar toplumu anlatıyor işte. Benim ondaki hatırlarımızın altın sıra
harakat kılardı. Zunun Qadiri 1989 yılı 9 ayının 24 günü Qozog'istonning poytaxti Olmaota shahrida olamdan o'tdi. Baloyi afat yillarida ozg'un kishilar tarafidan chet elga nima ish qilib qochmoqchi bo'lding degan savollarga javob berib, charchagan ustozning jismi chet elda orom topgan bo'ldi. Allahu Akbar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Koyma koyma toki. Başına koyma, başına koyma. Adyanını tartıma. Yok, adyanını kırmama yap. Adyanını. Bak sen oturduk sinir aslında. ما ترى في خلق الرحمن تفاوت أرجي البشر عن ترى وعاتدنا لهم عذاب الصعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. Bugün sunun kadrini biz bunu yak akıp köme oturmuş. Menin etmekçi bolgan narsam maya kaya. Meyil otaqalla kim? Ben şunu etmekçiyim. Meyil otaqalla işki davrının milli azat inkılapta yengilip gelen Uygur'un vekilleri otur. Birisi Sultan'ın atlık diviziyasının, atlık askerlerinin sefili. Erakan Sultan'ın cansılarının, Erakan Sultan'ın saktaşlarının tuğay cayı bunu ya. Bunu yolun o tarafını ölsek, yani bir topraklık var. Sultan Korkan'ın, Sultan Korkan'ın topraklığı. Üye Erakan Sultan için bölüp bölünen akıotu kıldıgan yer. Neresi basak Sultan Korkan deyip turdu. O şu 1861 yılda kozgalgan Uygurlarının teşkilatçısı. Vatanını azat kılışı için hareket kılgan teşkilatçının namı koyulgan Sultan, Alakan Sultan'ın namı koyulgan yer. Hem de şunu yazgan, şu devirni yazgan Molla Bilalma, Moşu tuprağının içinde yatıdı. Bugün Zunun Kadir takdir ilahi buldu. Bugün özünün arzu armanı buldu. Ana şu tarihteki şu Molla Bilal yatkan, şu Alakan Sultan yatkan yerge kirip yetip oturdu. Şunun için bunu ayağı diye boz boladı, maya boğmadı degan fikrini takatmasından ötünmüştü. Birinci. Tamamla biz. Şunun için
qayerda o'lgan bo'lsa shaharda ko'msak bo'ldi. Agar uning qabri ikkinchi bir yer kerak bo'ldi ekan, uni yo'tkab akasiz bo'ldi. Ahmadjon Qosim boshchilik qahramonlarimiz, Milliy ozodlik inqilobining botirlari G'uljiga kelib ko'milgandi. Uning shu qabrini shu ish qo'yib, jasadini yo'tkab qoldirib, o'limchiga qo'ydi. Uchun Uyg'ur xalqining ozodligi, Uyg'ur xalqining erkinligi, Uyg'ur xalqining tingligi uchun beg'ishlidi shu yo'lda ijod qildi. Zununkam har qanday sharoitda, har qanday ig'ir vaziyatda madaniyat inqilobidek yovuz shunday paytlardimi u xalq o'z xalqining manfaati to'g'ri kelmaydigan har qanday siyosat uchun xizmat qilishdan o'zini tiydi. Mana shuning uchun Zununkam ömrünün oxirigacha o'zining ulug'ligini saqlab qoldi, o'zining pok vijdanini saqlab qoldi. Zamonaviy Uyg'ur adabiyatining ataqli vakili Zulun Qadiri. Birdan bir kamchiligimizni iqror qilish to'g'ri keldi. Kamchiligim shuki, hudojnikni Polshaga ketib qolganligi uchun oldirab ketib, kecha kunduz soat 12 soat, kuniga 14-16 soat ishlab tutadi. Buni oxiriga yozdigan xatga ulgurmadi. Menga Slavyan alfaviti bilan rus tilida buni yozishimiz kerak edi. Shuni ulgurmadi. Bularning meni ish oldirab ketganligi uchun uni keyingi yozdigan qoldirib qo'yib, ish chiqib majbur bo'ldim. Mana mush kamchilikni kechirdim. Başlığı vazifesini ötep yürgen vakt ekan. Zununkam onun aldıda mı jurnalistlik hizmeti bilen band koptu. O iş vilayet inkılabının neticesi de vücutta kelgen birinci gazetemiz Azad Şarkı Türkistan gazetinin muhbiri bolup aldık septe işleyen ekan. Keyin gazetning ham ishlariga aralashdi. Men o'zim biladigan bir ishga qatnashdim. Shuni hozir sizlarga aytmoqchiman. Zununkam gazet ishining jonlanishi, uning yaxshi yo'lga qo'yish uchun jon ko'ydirib ishlagan odam edi. U o'zining shu ishlab yurgan vaqtida İnqilobiy Sharq Turkiston gazetining bir betiga g'idiq degan bulungni uyushtirdi. Bu g'idiq adabiy tanqidiy, hajviy maqolalar, asarlar bitiladigan bulung edi. Mana shu orqali shu vaqtdagi xalqning ruhiy tarbiyasiga, ruhiy ozuqiga nayiti ko'p ish qo'shdi. Shuning bilan Zununkam jurnalist xodimlarning, adabiyotchilarning sepini o'stirish, ularni tarbiyalashdimi alaydan kuch chiqardi. Marhum Teyibjon Eliyevning G'uljiga kelishi, uning adabiyotning darg'ahi bo'lgan şu Şarkı Türkistan gazetining redaksiyasida ishlashi Zununkamning nomi bilan bog'liq. Zununkam shu maqsumni Qo'rg'osda ishlab yurgan yeridan olib keldi. Olib kelib bizning ko'z oldimizda o'zining yaxshi tarbiyasini, yaxshi nasihatini qilib, shu Teyibjon Aliyevning keyin çoğun edip şair olup şekillenişte alaydan kuch chiqadi. Tashkent teatr ve ressamlık san'ati institutining dostensi, san'atshunos fanlar kandidati Po'latov Inoyat Yo'ldoshga so'z beramiz. Azizlar, gerçekten biraz kechroq bo'lsa ham Toshkentdagi teatr va rassomlik san'ati institutini
kollektivi, rektorati, kasaba soyuz tashkiloti, partiya tashkiloti, umuman o'zbek xalqi zamonaviy Uyg'ur yozuvchisining asoschisi, hozirgi yoshlarga murabbiylik qilgan marhum Zunnun Qodiriyning vafoti munosabati bilan kechroq bo'lsa ham avvalo Uyg'ur xalqiga, qolaversa u kishining oila a'zolariga chuqur ta'ziya izhor etishni menga topshirgan edi. Mana shu ta'ziyani qabul qilinglar. O'zbek xalqi Zunnun Qodiriyni juda yaxshi biladi. Ayniqsa bu kishini 60-yillarning boshida Toshkentda bo'lib o'tgan Osiyo va Afrika yozuvchilar soyuzidagi konferensiyasida ishtirok etganlari u yerda o'zbek xalqining qalbida hamon chuqur joy olgan. Agar Zunnun Qodiriy o'zlarini hikoyalari, romanlari, poezdlari bilan Uyg'ur adabiyotining rivojlanishiga katta hissa qo'shgan bo'lsalar, dramaturgiya janridagi ijodlari bilan teatr san'atining rivojlanishiga juda katta hissa qo'shganlar. Bu hissadan biz o'zbek xalqi ham ma'lum darajada bahramand bo'lganmiz. Men bu yerda ko'proq u kishini taxminan bundan 50 yil ilgari yozilgan G'uncham asarlarini Toshkent teatr san'ati institutining Uyg'ur gruppasini kollektivi bilan sahnalashtirilishi mobaynida Toshkent teatr ahli, shu jumladan institut san'atkorlari u kishini ijodi bilan tanishish borasida yuksak badiiy mahorat huquqlarini anglashda, milliy ruhni ifoda etishda, Uyg'ur xalqini psixik holati, yashash tarzini ifoda etishda u kishidan ancha ibrat oldilar. Ayni vaqtda ular aktyorlik san'atini imkoniyatini kengaytirishda katta saboq oldilar. Men o'ylaymanki, shu jihatdan olib qaraganda u kishining ijodi g'oyaviy, badiiy jihatdan pishiq bo'lishi bilan birga chuqur ma'noda, tom ma'noda juda milliy, xalqchil asar edi. Ma'lumki, aktyorlik san'atida, teatr san'atida dramaturgiyani, pyesani sahnaviyligi juda katta o'rin tutadi. Shu jihatdan olib qaraganda Zunnun Qodiriyni badiiy mahoratlari nafaqat Uyg'ur xalqiga, balki o'zbek xalqiga adabiyotshunoslikda juda katta ijod manbai bo'lishi mumkin. Men hozir bu yerda bitta istagim borki, biz hozir bu kishini ijodi haqida ancha gapiryapmiz. O'ylaymanki, bu kishi siz bilan bizni oldimizga, Uyg'ur adabiyotshunosligi oldiga, shu jumladan umuman olganda o'zbek adabiyotshunosligi oldiga ham ma'lum bir mas'uliyatni yuklaydi. Bu mas'uliyat Uyg'urshunoslik fani uchun, Uyg'ur adabiyotini kelgusidagi rivoji uchun bu kishining ijodini bundan buyon juda ko'p o'rganishga, uni mahorat sirlarini yoritishga, kelajak avlodga qoldirishga da'vat etadi. Bu men o'ylaymanki, bu kishining oldidagi bizni mas'uliyatimiz Uyg'ur adabiyotshunoslik oldidagi, teatrshunoslik oldidagi ulkan vazifalardan biridir. Men o'ylaymanki, mana shu ijodimiz bilan bu kishining oldidagi vazifani ado etishga harakat qilamiz. Hozir yana bir qatim olmaydi. Qadrli yoldaşlar, hürmetli yazgıçılar, qadrli bolalarım, nevrelerim, hemmenizlerge rahmet. Yoldaş, Haşırga benim için rahmet, yoğulum turgancağa rahmet. Müşehede sözlügen yoldaşların hemmisine rahmet. Bizning qo'limizda nemish keladi, hech qanday ish kelmadi. Hammangizlar qadrli ishga bunchalik ekanini tishlab berib qo'ydingizlar.
Zunun ölmedi, hayat menimce. Zunun her vakit hayat. Onun eserleri, onun yazgan narsaları hemmisi halk bilen birle. Şunun için ben özüm fakirlik. Zununun ölgünlüğü yığılmayman, tatkan capasını yığılmayman. Şunun için hemmenizlerge rahmet. Xudayım meni yanmasa başqaladı yana. Yol şundan yatqa yeri cennet olsun. Xudayım yer bir kep duramam. Jüt yani taşınmasını sorayım ben her bir sözlerden. Her bir mazarı çıka vakti yoklap durunuzlar. Halka rahmet, dostlarım bu rahmet. Ben sözleyemedim. Zunun Qadiri'nin nami Uyghur edebiyatı tarixida realistik pirozinin başlıqçısı. Haqiqiy badiiy dramani elib kirguchi töhbikor adib sifatida eng faxrlik nomga munosibdir. Chunki u milliy adabiyot va milliy san'atimizning yuksalishi va rivojlanishiga g'oyat zo'r töhfalarni qo'shgan edi. Biz Uyg'ur dramachiligida o'ziga xos obidalarni tiklagan merhum töhbikor ustoz Zunun Qadirini va mushu sohada jon ko'ydirgan, jon ko'ydirib ajr singdirgan va singdirayotgan töhbikorlarimizni xotirlaymiz va ularga eng oliy ehtiromlarimizni bildiramiz.